Yo bolalar barchaga salom sizlar bilan. Men Xadamuli Samuray va bugungi videoda biz Amirchik va bolalar bilan birlikda ko'rayotganda mashina o'yin o'ynaymiz bolalar. Men mashina sotib olganman, Matiz olganman. Bolalar Amirchik uji yangi mashina sotib olsanmi? Hali o'yinga kirganimda mashina sotib oldim mana bolalar. Qarochi bolalar bu o'yinimizda mashinalarda yurib turib, mana to'siqlarda o'tib, kubiklarni yig'ib va mana eng zo'r mashinani sotib olishga harakat qilib ko'ramiz bolalar. Bitta eng zo'r mashina qaysi biri bor deymi? Mana bu yerda qanaqadir Bugatti'lar bor bu yerda bolalar. Yana qanaqadir o'tda Tibritti degan mashinacha bor ekan bolalar. Ashi zo'r mashinalar bor. Qarochi bolalar, mana shu yerdagi hamma mashinani hozir ochib ham ko'rsataman sizlarga bolalar. Mana shu yerdagi hamma mashinani ochishimiz kerak bo'ladi. Biz hozir Matiz'damiz, let's go. Uy, Matiz ham yomon yurar ekan lekin. Yo, ikkinchilik o'tib ketdimi? Uchinchilikka vobshe o'tolmas ekanmiz. Yo, bo'ldi. Mana shu uchinchilikdan qaytamiz bolalar. Ikkinchi stejda ya'ni. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, men yangi Supra olaman bolalar. 4 ta kubigim bor. Bitta kubigimga Supra olaman. To'xtagandan ko'ra mana bu yerda 1000 ming qo'yganim yaxshi 5 ta kubikka. Bu yerda qanaqa titlelar bor ekan. Bu yerda kubiklarga biz narsalar kuchaytirar ekanmiz. Oy, bu yerda trail ekan bolalar, trail. Trailga narsalarni kuchaytirar ekanmiz. Day bolalar, ikkinchi leveldan o'tib olamiz. Mana bu yerda 3 ta kubik topib turib, keyin mana bu yerdagi mana bu mujnajani olamiz bolalar. Buni ham oldi. Buni ham olib qo'yaylik. Mana buni qo'yib qo'yamiz lekin. Davay, let's go bolalar. O'qib qo'ygan mashinamiz qaranglar bolalar. Reverse qiladigan bo'lsak, 10-levelda ekan bolalar. Mana bu yerda o'zimizga yangi treadmillda yugurib turib, haydab turib bolalar, vobshe kuchaytirib bo'ladi mashinamizni. Hozir mashinamiz kuchi 300 bo'lib ketgan bolalar. Mana shu 3-level, 3-stejdan ham o'tib keta olamiz. Let's go. 10 ta kubikchani sarazi olamiz. Kubik yig'ish buni juda ham tez ekan, buni qaranglar. Avtomatik haydar ekan, vobshe tez haydar ekan. Mana 10 ta kubik sarazi olamiz, lekin bitta 25 ta, 21 ta kubikka bolalar. 25 ta kubikka bolalar karvet olsa bo'lar ekan. Nimani? Nechiligini? 750 kubikligini? Сразу же. Yo-moyo. To'xtalar, men 25 kubiklik karvetdan olaman bolalar. Karvet oldik, yo-moyo, qizil mashinacham bor endi mana. Let's go. Karvetdan o'ta 2x power bor ekan bizda 3 Robuxga bolalar. O'shani olamiz. Let's go, buni ham oldik. 1k power bo'ladigan bo'lsa, bolalar vobshe kuchayib ketar ekanmiz. 4x power qilib qo'yamiz hozir yana. Oy, 10x desa 20 Robux, yo-moyo. 1k dan? Yo'q. Bolalar 4-stejda o'tib olamizmi, yo'qmi? Qara 4-stejga. Oy, o'tdi bitta 25 ta kubik oldik. Yaxshi. Powerimiz ancha kuchayibdi endi bizani. 31 ta kubigimiz bor. 750ligi. Yo-moyo, mashina oldingiz ham Porsche kubi bolalar. Yo-moyo. Mana Porsche orzu qilaman olishdi bolalar. Biz ham Porsche olamiz. 8-levelga bo'lib ketdik. Hozir 10-level esa reverse ham qo'yamiz bolalar. Reverse'ni kuchaytirish kerak hozir birinchi bo'lib. 2x kubik. Atigi 18 ta Robux. Oy, asli 18 ta Robux 2 ta. Oy, 50 ta berdim menga endi hozir. 80 bitta bo'ldi-ku hali. 50 ta berdim hozir. Berim 100 ka. 100 ka. Senga qo'yadi hozir. Amirchikdagi 65-level ketsammi? Qanaqa 65-level? Qanaqasiga? Iye. To'xtadan ham mashinachani olay hozir, sen mana boshqacha gaplashaman. Turbo S bolalar. Porsche boshqacha modeli. Yo'raveramiz. Treadmillni hozir trinibga qilaman-da, reverse qilib. 25 ta kubik olaman-da, reverse qo'rdik bolalar. Ana, onda yo'q, o'tamaysiz. Nimani? O'tamaysiz. Men o'tolmayman. Ikkinchi reverse. Mushit 10-levelga kelib oldik bolalar. 200 tadan beryapti menga. 200 tadan. Oy, men 200 tadan beryapti buni qara. 3 ga bolalar. Yo-moyo. 25-levelga borsa всё bolalar. Oldik. 2-4 ga rahmat. 2-4 ga musirka ukam. Musirka. Aldama ukam musirka. Davay bolalar 50 ta kubik, 100 ta kubik. Qani endi biz 250 ta kubiklik mana qanday GTI ayda olamiz hozir bolalar. GTI ga o'tamiz. Amirchik yetib olishim kerak lekin men. Amirchik 74-level bolalar. Va shu Ronaldodan o'tib ketamiz, 75-level ekan bu. Yo'q, o'tamaysiz. 50 ta kubikda oldim, 330 bitta bo'ldi. Men o'taman qarab tur, 250 ta kubikli men mashina oladi. 25-level desa reverse ekan hozir. Reverse'ni ham qo'ramiz. Let's go! Yangi reverse va 3x bolalar. 600 tadan beryapti. 1200 tadan beryapti. Yo-moyo! 1200 tadan beryapti. Davay bolalar 1200 tadan tekinga narsa ham berar ekan, lekin bu gruppaga o'xshash kerak ekan bizda. Gruppaga bitta worldlar ham bor ekan bolalar. Ikkinchi worldga ham o'tish kerak ekan. Hali mana yerda qanaqadir kubiklarga har xil traillarda olsa bo'lar ekan. Turbo trail ham bor. Uji reverse'ga yetib keldim men yana bolalar. 4x reverse qildim. 1.6 kadan beryapti endi bizga. Yo-moyo. Voy 4 ta reverse, yana bitta reverse qo'ysak bolalar endi mana yerda 4x li treadmillga o'tib yuguramiz.
Haydaymiz mashinachani bo'ldi. 57 ga kuchim bor. Davay ketdi bu bilan hozir men qaysi levelgacha bora olar ekanman, bo'ldi hozir dahshat mashina olib qo'yaman, qaranglar. 4 level geldi. Ha, ukam, вообще hozir dahshat mashina olib qo'yaman, Ayshinur. 11 level easy boraman, ukam, easy. 15 ga 50 galikdan o'tib ketaman. Yaxshi, 250 ta kubik, 500 ta kubik berdi menga. Hozir keyingisi 750 talik sana mashinachang ukam. Hozir sanaga ham yetib olaman, easy. Let's go bola. Shu powerimizni 100 ga qo'yishimiz kerak edi. Mayli, necha bola. Yana 500 ta kubik topib qaytaveramiz. Haydi. Mana bittadan olamiz. 6-chi, 7-chi yaxshi bo'ldi. Kubikcha olamiz. Let's go. 500, 800 ta kubik bo'ldi. Endi mana bu yerda bo'ldi. Mana 750 taga olamiz. Oy, Porsche oldi bo'ldi. Buni chiroyligini qaranglar. Ha, treadmillda 3200 dan beryapti. Yo, 75-chi reverse bo'ldi. 75-chi levelda. Hozir 5x power qo'yamiz. Amir chiqadi. Qayerdasan? 12-chi level? Men reverse keldim. Yo, mayo bo'ldi. Reverse qo'rdim. Bunisi boshqa gap. 8 gadan beryapti. Nima sekin yuribdi-mi? Nima men ishlamayapman, treadmill 4 ta reverse qo'yganman-ku. To'xtanglar. Bolalar bu mashinalik ekan. Yo'q, qaytadan chiqing. Qaytadan chiqing. Ha, in 8 gadan beryapti. Yo-mayo bolalar 100-chi levelda yana bitta reverse qo'rsam bo'ladi. Bu 8 tadan beryapti. 8 kadan bolalar. 330 ga pulim bo'lib ketdi. Yo-mayo, hatta hozir 100-chi level qo'raman bolalar. Yo bolalar biz yana 100-chi levelimiz. Qaranglar, 700 ga kuchim bor, mana 700 ga pul. Ha, mana levelim 100 bo'laman, 2-chi o'ringa chiqib oldim. Abi chiqib ketdi, men kamin qildim o'sha bola. Yarim kaligini? Yo'q-a? Hozir men 7,5 ga kubik yig'ib oldingmi o'sha? 150 ga, level 8, level 9 dan o'tib ketyapman men. Level 9 dan o'tib ketdim men. 2 gadan beryapti. Yurganim uchun bu yarim kemasdi. Yo'q-a? Hozir 2,5 ga. Oddiy yurganim uchun 1,5 ga? Menga bo'yab ber. Mashina beradi menga 1,5 ga. Oddiy yurganim uchun. Shatdisko. Ro'z ishlatganim yo'qmi? Men chiqaman. Ko'tinni qisib o'ynayinda, oxirgacha erkakmisan, mujikmisan, ukam. Oxirgacha. Mujik emasman dedi. Bolalar gey deb yozamiz. Qiz bo'ladigan. Voda, olamiz bo'l. 2,5 galik Lamborghini Aventador bo'ldi. Yana bitta reverse qo'yib bo'ladi. Men hozir aniq olveraman bo'ldi. 7,5 galigini olveraman. Lamborghini Aventador. 2,5 galik bu. 2,5 galik bu. Men kuchimni qara, 700 hozir 2 gadan 3 marta olib kelsam bo'ldi. Sen olib qo'yaman uni. 900 ga o'tib oldim. Yaxshi bo'ldi. 2 ga oldim. Yana 7,5 ga qo'ysam bo'ldi. Bolaman, varni qo'yib 2,5 galik so'nga kelib oldim. Bu 11-chi ekan bo'ldi. Men aytdim, olaman bo'ldi. Yo-mayo 8,5 ga pulim bor. 7,5 galik mashina olaman. Yo-mayo bo'ldi. Qanaqa mashina bu? Drift qilamiz, drift. Get. Короче, bolalar, reverse qo'ramiz. Let's go. Men ham reverse qildim. Men yana aytaman hozir. 24 kadan beryapti. Yo-mayo. Bolalar, 100-chi level bo'lib ketamiz yana. 125-chi levelda yana bitta reverse qilsak bo'ladi. Men buni ochmadimmi? Men ochmadimmi hali? Yo'q, buni ochmabman hali bolalar. Yo-mayo. Yana bitta reverse qilsam men ochar ekanman. Bolalar, hozir yana bitta reverse qo'ramiz bu kechda. 123 bo'lsa bo'ldi. Yo'q, bolalar, 122, 123, 124, 125 bolalar. Mana qo'yadi. Yana bitta reverse qo'ysam bo'ladi. Lekin 2 millionta kuch bilan biz bu mashinada hozir haydab ko'ramiz. Juda ham zo'r hozir. Bundan ham zo'r mashinani olib qo'yishimiz kerak. Bolalar, keyin reverse qilib, bolalar undan ham kuchayib ketamiz bolalar. Men serverda hozir nechanchi 3-o'ringa chiqib qolibman-ku. Yo'q-mayo. Men gatirman. Xuntir 1-o'ringa chiqib qolibdi. Men gatirman. Qayerdan kelyapsan sen? 11 ga o'tib olamiz bolalar. Men aytib o'tolishimiz uchun biz azizcha harakat qilishimiz kerak, chunki sekin o'tayotganmiz bu yerda. Hozir yana ikkita tasma qoldi bolalar, undan ham o'tolsak bo'ladi. Bu mashina juda ham zo'rligini men bilan bo'ladi, tez o'tib ketamiz. 5 ga kubik, men aytdim, treadmill bor ekan. Bolalar, mana shu o'zimizni tezlikni kuchaytirsak ham bo'ladi. Men reverse qilishim kerak. Mana oldik bolalar. Yo-mayo, 11 ga planim bor, pulim bor. 24 ga men 400 powerlik. Qarang. Men o'zim, Qarang. so'yib ketdingmi o'zi? Yo-mayo, to'xtanglar, men hozir mana shu 25 galik olay-da, bo'ldi. Amachlar o'tib ketaman, reverse qilib. Uxladingmi ukam? Larich uxladim deyapti.
o'zi avtodrive yo'q qo'ysa, ular avtomatik o'zi yig'ar ekan bolalar. Avtomatik yig'ib tashlar ekan hamma narsalarni, kubikchalarni ham. Yana men bolalar 11-levelda oxiriga keldim. Bu yerda ham buzib olaman. Ifsiyo menda 5 ga bor yana. Ika bolalar, ketdi unda. Let's go, haydaymiz. Yana 3 ga, 4 ga olsam bo'ldi, ifsiyo bolalar. 4 ga olsam yangi mashina olib olamiz. Yo bolalar, men yana bunaqa mashina oldim. Bolalar kommentariyga yozib qoldilar, bu qanaqa mashinacha bu bolalar, qanaqa mashinacha? Mashinachani oldik bolalar. Endi bolalar reverse qolsa bo'ladi, bemalol. Oy, Bunyodbek naqadda bitta bolalar. Bular treyler bor ekan hammasini bolalar. Nima menda treyler? 67 gadan beryapti bolalar. Keyin reverse levelda bolalar. Biz 50-levelga borsak, bitta reverse qo'ramiz. Ketdi, let's go. Bolalar mana 150-level qoldi. Yana bitta reverse qo'ramiz. Srazim bolalar 175-levelga chiqib olsak bolalar, bizning kuchimiz juda ham kuchayadi va eng oxirgi seviyaga bora olamiz. Men World 2 ga o'tmoqchiman, mana bolalar. World 2 30-levelda World 2 o'tsa bo'ladi. Birinchi Worldni polisi buzib borishimiz kerak. Ikkinchi World va kuchli bo'lsa kerak. Treadmilllarni qaranglar. Ikkinchi World qanaqadir bir shokolad World ekan bolalar, o'sha yerga o'tib olamiz. 150-level bo'ldim muji. Hozir 175 ga easy bora olamiz. Kim kechdi bolalar? Men yana bitta reverse tayyor bo'ldim. Buni qaranglar bolalar, 175-level va 10 millionta power'im bor mana mashinada bolalar. Keyingi mashina qaysiligini hozir ko'rib olamiz bolalar. Bizda keyingisi 50 ga kubikka 700 powerlik Acro degan mashina. Bu qanaqa bu bolalar? Bundan keyingisi bunaqa ekan bolalar. Mashinadan turishni edit qilib mana shu joyga edit. Oy, mashinalarni qaranglar. Mana shu olamiz bolalar 2,5 millionta kubikchalik olishimiz kerak albatta. Mana titlelar bor, ya'ni trailer bor ekan. 2x trailer olib qo'yik nitroni bolalar. Oy, nitro trailer bor endi menda. Endi menga 2x qilib beradi bolalar, tezligimi вообще. Qani ketdi, qaysi levelgacha biz bora olar ekanmiz hozir bolalar. Taxmin qilib ko'ringlar, qaysi levelgacha bora olamiz. Menimcha 13-levelga deb o'ylayapman bolalar, 13-levelgacha borsa kerak. Chunki boya 11-levelda qotib qolgan edik, bu safar 13-levelgacha boramiz. Chunki biz 10 millionta kuch bor. Davay, let's go bolalar. 10-stage, 11-stage, 12-levelda 13gacha keldik bolalar. Let's go. Bolalar, endi mana kubikcha 10 mingta kubikcha olamiz, 20 ta kubigimiz bor bolalar. Endi qarasanglar, bitta 50 mingta kubik bo'lsa bo'ldi mana mashinamiz uchun. 50 mingta kubik atdiki. Endi yana bitta borib keyin sal buyora stejga borib kelsak bo'ldi bolalar. Всё, o'sha hammasini olamiz easy. Yana 13-stejga keldik bolalar. 10 mingta kubik yana olamiz. Endi atigi necha? 9 mingta kubik bo'lsa bo'ldi bolalar. Uni ham hozir yig'ib qo'yamiz easy. Bolalar, men 5 mingta emas, undan ham ko'pini yig'ib qo'ymoqchiman. 12-stejga kelib 12 mingta, yana 10 mingtalik kubikni olaman bolalar. Ko'rayotganda 60 mingta kubigimiz bor bizani bolalar. Mana yangi mashina olamiz va bitta reversani bosib o'ramiz endi. Oy, bolalar, bizga 55 gadan beryapti. 10x ga o'tolamizmi? Yo'q, 10x ga ancha bor ekan bolalar. Keyin ikkita reverse qilsak 10x ga treadmillga o'tib bo'lar ekan bolalar. Hozir 6x speedli treadmill haydayapmiz bolalar mashinachani. O'sha 200-levelga yaqin qoldi. 200-level desa reverse qilsa bo'ladi va aytdi 255-level ekan Hunter. Menimcha ikkita reverse qilsak Hunterdan o'tib ketsak bo'ladi bolalar. Qarchi, davay bolalar, 200-level bor o'zi. Qanday reverse qilamiz yana? Reverse qilamiz bolalar. Let's go. Yana nechinchi levelga boramiz bu safar? 225-level ekan. Hozir bu men Hunterdan o'tib ketamiz. Bolalar, 225-level bo'ldik mana. Endi hozir 250 ga harakat qilamiz. 275 bo'lib ketdi lekin Hunter bolalar, bu reverse yaqinlashib qoldi. Hozir reverse qiladi Hunter. Qarang, men birinchi o'rniga chiqib ketaman keyin. Fintimiz juda ham zo'r bolalar, o'xshaydi hozir. Mana bolalar, mana qo'yat 250-levelga keldik bolalar. Bunda ham reverse qildim. Endi faqatgina bolalar 275 ga qoldi xolos. 275 ga bor olamiz va Hunter reverse qilgandan keyin biz birinchi o'rniga chiqib qolamiz va birinchi o'rniga kelamiz bolalar. Har doimgidek comeback qilib o'yinda yutib ketamiz bolalar. Bolalar, bu aytganimdek bizning rejamiz o'xshadi. Ko'rayotganda biz birinchi o'ringa chiqib oldik. Hunter esa reverse qildi bolalar. Biz birinchi o'rindamiz 275-level bilan. Har doimgidek samuray comeback bo'ldi. Men comeback qildim bolalar, o'yinda ham yutdim. Qarchi bolalar, o'yinimiz cho'zilib ketdi bolalar. Hozir kanalga obuna qo'yishni unutmanglar bolalar. Shu joyda men videoni tugataman va albatta bu o'yinning ikkinchi o'rniga chiqib turib, ikkinchi o'rnidan videosini ham chiqaraman bolalar. Endi ko'rishguncha xayr.